Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz yoshartiruvchi jinni olma. Mazkur sabzavot siyoh rangli bo'lsa-da, hozirgi olimlar tomonidan olib borilgan turli tadqiqotlar va chatishtirishlar natijasida har xil rang va hajmdagi oq va qora, sariq va malla, kichik va yirik, silindr shaklidagi va noksimon baqlajonlar hosil qilingan. Har xil navli baqlajonlarni yuqorida ta'kidlaganimizdek tuzilishi, yumshoq mag'zi, totli mazasi va shifobaxsh xususiyatni birlashtirib turadi. Baqlajonning ajoyib xususiyatga egaligi shundaki, u vitamin, mineral va oziqlantiruvchi moddalarga boy. Baqlajonda C, K, B6 vitaminlari, tiamin, magniy, fosfor, mis, oziq-ovqat tolasi, folik kislotasi, kaliy va marganiz mavjud. Shuningdek, uning tarkibida xolesterin va to'yingan yog'lar deyarli yo'q. Baqlajon boshqa ko'plab sabzavotlar kabi a'lo darajada oziq-ovqat tolasi manbai hisoblanadi. Shu bois u har qanday balanslangan parhez uchun juda qo'l keladi. Kletchatka oshqozon ichak traktiga sog'lomlik baxsh etadi. Shuningdek, ichaklar peristaltikasini ham yaxshilaydi. Baqlajonning bu xususiyati qabziyatni davolashda va boshqa ichak xastaliklarida o'rniga ega. Bundan tashqari, kletchatkalar oshqozon sharbati ajralib chiqishini stimullaydi, oziqlantiruvchi moddalar so'rilishi va oziq-ovqat mahsulotlari hazm bo'lishini ta'minlaydi. Baqlajon tarkibidagi oziq-ovqat tolasi, C vitamini, kaliy va magniy arteriya va venada tiqilma hosil qilib, ateroskleroz, infarkt va insult kabi xastaliklarni chaqiradigan yomon xolesterinni bartaraf etgan holda yurak xastaliklari rivojlanishi xavfini kamaytiradi. Baqlajon tarkibida yog' va xolesterin deyarli yo'q. Shuning uchun shifokorlar baqlajonni ozish istagidagi insonlar uchun to'g'ri keladigan eng sog'lom yegulik deb hisoblashadi. Baqlajon antioksidantlarga boy bo'lib, erkin radikallardan eng yaxshi himoyalovchi moddalar hisoblanadi. Baqlajon tarkibidagi C vitamini immun tizimi salomatligini saqlovchi asosiy komponent bo'lib, oq qon hujayralari ishlab chiqarilishi va faolligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, baqlajonlar tarkibida marganiz, tabiiy antioksidantlar va beqiyos mineral komponentlar mavjud.